Dada, tanishing yangi keliniz. Bachamsiz? Shu ko'chada ko'rganingiz olib kelyapsizmi nimadan? Yo'q dada, men yaxshi ko'raman buni, sevib qo'yganman. Yaxshi ko'rasiz? Ha? Diska deganmi nimaga bu? Avvo dada, keliniz diskotekada ishlaydi. Men senga hozir dehqonchasiga tushuntiraman bacham, qara. Darvozani oldiga gul ekdik. Shuni uydan ham sug'orib o'tdi, qaytan ham sug'orib o'tdi. Nima bo'ladi? Savob bo'ladi dada u. Savob bo'ladi? Ha. Men sen shu uchun katta qildimmi? Yo'q, men sen shular uchun katta qildim men sen. Dada bir marta to'g'ri tushuning. Qo'yver meni. Meni qaytib dada dema. Sendagi o'g'lim yo'q meni. Bunday demang. Dada dema deyapman. Dema dada. Urib o'ldiraman dada. Yaxshi ko'raman dada. Yaxshi ko'rishingga ishim yo'q, men dada deyman. Umuman dada deyman. Ha, Ismat aka, kechiring har bir marta. Yoshlarda quchardim